Assalomu alaykum. Sizlar bilan xirurg Shirinov bo'laman. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ozgina ma'lumotimiz qorin churralarida, ya'ni grija deymiz. Grija, qorin old devori girjalari nima uchun qaytalanadi? Mana eshitamiz, ayrim kishilar operatsiya qilgandan keyin qaytib chiqadi. Mana o'zimizda ham amaliyotimizda bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi, hech kim undan emas. Xullas, qorin grijalari, ya'ni churralar nima uchun operatsiya qilgandan keyin ham qaytalanadi? Shuni sabablarini qisqacha sizlarga obzor qilib beraman. Xullas, qorin grijasi deganda qorinning old devoridagi defekt orqali, ya'ni nuqsonli teshik orqali qorin ichidagi katta charg'i yoki qorin ichidagi boshqa xil a'zo, ko'pincha ingichka ichak yoki yo'g'on ichakni qorin pardaga o'ralgan holda teri ostiga chiqib qolishiga biz qorin churrasi deymiz, ya'ni grija deymiz. Ko'pincha tug'ma yoki orttirilgan bo'ladi. Orttirilgani ko'proq uchraydi. Orttirilgan grijalarda eng ko'p uchraydigani bu operatsiyadan keyingi grijalar. Operatsiya qilgandan keyin o'sha joydan defektdan grija chiqib qolishi. Bundan tashqari kindik sohasidan grija ko'p uchraydi. Qovoq sohasidan grija uchraydi. Cho'g' sohasidan grija uchraydi. Churra uchraydi. Xullas, buni joylanish joyi ko'p. Ularni hammasini aytib o'tmoqchi emasmiz. Nima uchun qaytalanish sababini aytmoqchiman. Mana bu yerda sxematik ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu normal qorin old devori, normal. Mana bu kindikka to'g'ri keladi va qizil rangdagisi muskullar. Muskul, ana bu qora chiziq qorin parda desak, bunisi teri, to'siq yo'q. To'siq butun, defekt yo'q bu yerda, nuqson yo'q. Mana bular ichaklar. Ikkinchi tomonga qarasak, qorin churra bo'lgan holatdagi sxematik ko'rinishi. Mana muskullar ikki yoqqa qochgan, bu yerdan teshik paydo bo'lgani, qorinda mana bu ichki tomon qorin ichi bo'lsa, bu yoqqa ichak chiqib turibdi, terini ostiga do'mpayib chiqib o'tiribdi. Mana shu holatga biz grija deymiz. Orttirilgan operatsiyadan keyin bo'ladi yoki hayot davomida paydo bo'ladi, tug'ma ham bo'lishi mumkin. Xullas, nima uchun qaytalanadi? Nima uchun operatsiya qilgandan keyin ham qaytalanish kerak? Hozirgi kunda asosan qorin grijalarida alloplastika, ya'ni setka qo'yish yo'li bilan biz operatsiyani amalga oshiramiz. Shunda ham baribir qorin operatsiyasidan keyin churralarda qaytalanish kuzatiladi. Dunyo bo'yicha hozirgi statistikaga qaraganda 10%gacha, ya'ni har 10 ta kasaldan bittasigacha qaytalanish xavfi bor ekan. Nima uchun qaytalandi degan savolga keladigan bo'lsak, bu yerda ikki xil sabab bor. Birinchisi bemorga bog'liq bo'lgan sabablar, ikkinchisi operatsiya qiladigan xirurgga bog'liq bo'lgan sabablar. Endi bemor tarafidan bog'liq bo'ladigan sabab bo'lganda nimani anglaymiz? Misol uchun bu operatsiyadan keyingi davrdagi turli xil noto'g'ri qilingan nimalar, harakatlar yoki operatsiyadan keyingi davrda noto'g'ri olib borilishi. Bu nima bo'lishi mumkin? Misol uchun siz operatsiya bo'lib chiqdingiz, hammasi to'g'ri bajarildi, qorningizdagi grijani bartaraf qilib, setka, ya'ni yamoq qo'yib yopildi. Lekin shundan keyin ham ma'lum vaqtdan keyin grija paydo bo'lishi mumkin, churra paydo bo'lishi mumkin. Sababi operatsiyadan keyin og'ir yuk ko'tarib qo'yish. 3 oygacha aytamiz, og'ir yuk ko'tarish mumkin emas deb. Bemor agar operatsiyadan keyin og'ir yuk ko'tarib qo'ysa, ya'ni jismoniy zo'riqish bo'lsa, bu birinchisi. Ich qotgani natijasida kuchanish bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchisi, ich qotish qo'yish. Uchinchisi, operatsiyadan keyin yo'tal bo'lib qolsa bemor, qattiq yo'tal natijasida qorinning ichidagi bosim oshib ketib, o'sha tikilgan joylar ochilib, grija qaytib paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar bemorda semizlik bo'lsa, semiz kishilarda hammaga ma'lum, yog' to'qimasi ko'pligi sababli tikilgan joyda biriktirish to'qima paydo bo'lishi sekinlashadi. Semizlik grijani qaytalanishiga yana bitta sabab bo'ladi. Bundan tashqari, jarohatni yengillatish operatsiyadan keyingi davrda grijani qaytalanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu bemor bilan bog'liq bo'ladigan sabablar. Endi shifokor yoki operatsiya qilgan doktor tarafdan nima bo'lishi mumkin? Bu yerda ko'proq operatsiya texnikasiga bog'liq deb hisoblayman. O'zimiz tajribamizdan kelib chiqqan holatda, agar u yoki bu darajada setka noto'g'ri tanlangan bo'lsa, setka qo'yish usuli noto'g'ri tanlangan bo'lsa, operatsiyadan keyin yoki setka kichikroq o'lchamdagi qo'yilgan bo'lsa, yoki setkani zichligi yetarlicha baquvvat bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha nima qaytib
churra paydo bo'lishi mumkin. Gap shundaki, qorin old devorini 3 ta devori bor. Deymiz endi sxemat endi aslida undan ham ko'prog'i 3 ta desak teri, aponevroz hamda mushak qavati. Undan keyin qorin parda. Ana shu 3 qavatdan shu aponevrozga nisbatan setkani qayerga qo'yilishiga qarab 3 xil usulda biz setkani qo'yamiz. Eng nimasi haligi nima ishonchlisi eng chuqurda qo'yiladigan setka. Ya'ni mana bu yerdan ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu qorinni ichki qismi, mana bu yer qorin parda. Agar biz ana shu yerdan setka qo'ysak, qorinni ichkari tomonidan setkani ustidan yana bir qavat aponevroz, muskul, teri 3 qavat bo'ladi. Setka bilan 4 qavat bo'lib, girza yaxshi himoyalanadi. Girza teshigi yaxshi himoyalanadi, mana uchaylar qaytib chiqmaydi. Endi agar xirurg mana bu setkani muskul ustidan qo'yadigan bo'lsa, mana bu yerdan qo'yiladigan bo'lsa, bunda buni ustidan faqatgina teri qoladi. Teri qoladi-yu, setkani mustahkamligi anchagina kamayadi. Chunki mana bu ichkarida qo'yilganda 4 qavat bo'lsa devor. Bunda bo'rag'i bir qavat, bir tarafi ochiq qoladi. Yana bunaqa holatda girza paydo bo'lish xavfi ko'proq bo'ladi ichkarida qo'yganga nisbatan. Yana bundan boshqa texnik tarafdan nimalari bor, nyuanslari bor, lekin ularni sizlarga aytib o'tish shart emas. Ko'pincha xirurglar uchun aytiladigan narsa. Xullas ana shu narsalar. Setkani qo'yishdagi texnik nosozliklar, kamchiliklar yoki bemor tarafdan og'irlik ko'tarib qo'yish, yo'tal bo'lishi, ich qotishini nimasi, semizlik bo'lishi, qandli diabet bo'lishi, yana bir tarafi yoshi katta kishilarda terini bitishining sekinlashishi ham girzani qaytalanishiga sabab bo'lishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Opsiyaniyada Telegram kanalimda boshqa ma'lumotlarimiz yana bor. Rahmat.